Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz ayollarni erlari tomonidan shikoyatlari bo'ladi. Bir kuzatuvchimiz tomonidan yozilgan kommentariyani o'qib bermoqchiman. Ya'ni aytib bermoqchiman va unga atvet tariqasida javob qaytarmoqchiman. Men o'zgarishga harakat qildim. Men o'zimni ichkaridan ham o'zgartirdim, tashqaridan ham o'zgartirdim. Inson ichkaridan o'zgargandan keyin tashqarida aslida o'zgaradi. Va men har xil psixologlarni gruppa kanallariga ulandim. Ulardan energiya haqida bilimlar oldim. Xo'p, u gruppalardan olgan bilimlaringiz qanday? Uni men bilmadim. Lekin siz tavsiya bilan o'zgarib qolmaysiz. Siz qandaydir bir maslahat bilan o'zgarib qolmaysiz. Bu sizni chuqur ong osti haqiqatlaringiz bilan bog'liq. Endi men erim o'z jazmani bilan yuribdi. U o'zgarmadi. Men o'zgardim. Tashqaridagilar sen o'zgarib qolding, sen yaxshi bo'lding, sen chiroyli bo'lding dedi. Xo'p, siz boshqa tomondan o'zgargan bo'lishingiz mumkin. Lekin eringizga nisbatan, ya'ni erkak kishiga nisbatan sizni o'y-xayollaringiz, sizni gumonlaringiz qanaqa? Sizni shaxsiyatingiz qanday? Sizni xarakteringiz qanday? Sizni dunyo qarashingiz qanaqa? Bular hammasi alohida mavzu. Ha, siz o'z holatingizni yaxshilab, o'zingizni hurmat qilgan bo'lishingiz mumkin va tashqarida hamma sizni maqtab, sen chiroyli bo'lgansan, sen yaxshi bo'lgansan degan javoblarni aytishdi deyapsiz. Endi qarang. Lekin erim o'zgarmadi. Erim o'sha o'zini jazmani bilan yashayapti. Mayli o'sha o'zi tanlagan jazmani bilan yashasa, yashayversin. Mani qarshiligim yo'q deyapsiz. Qarang, siz bu yerda ichingizga yutyapsiz. Alamni, norozilikni, nafratni ichingizga yutyapsiz. Bu sizga tushkunlik, umidsizlik va undan tashqari stresslarni olib keladi. Endi qarang. Va siz aytyapsiz, men Xudodan so'rayapman. Yo Allohim, yo tuzat, yo tugat, yo yuragimni toshdan qil deb yolvoryapman deb yozgan ekansiz. Yo'q, bunday so'rov bo'lmaydi. Bu yerda nimalar mavjud? Birinchi navbatda Allohni bergan sinovdan norozilik va shikoyat va alam. Bunday so'rovlar qabul bo'lmaydi. Inson o'zi o'zgarishi kerak bo'ladi. Siz hali bu sinovni anglaganingiz yo'q. Sizni hayotingizga mana shu eringiz tomonidan qanday sinov keldi va bu holatga siz qanday munosabat bildirishingiz kerak. Aslida bu sizni qanday erkak kishiga nisbatan o'y-xayollaringiz va munosabatlaringiz qanaqa? Aslida tashqarida siz o'sha munosabatlaringizni ko'rasiz. Lekin siz buni anglamasdan yo tuzat, yo tugat, yo yuragimni toshdan qil. Ya'ni bu degani men imtihondan o'tishni xohlamayman. Men bu sinovdan o'tishni xohlamayman. Rad etyapsiz. Yo'q. Aslida sinov siz uchun kelgan bo'ladi. Bunga yechim bor, siz anglamayapsiz degani. Xo'p, siz bir tomonlama o'zgardingiz. Men yuqorida aytib o'tyapman. Inson dunyoga nisbatan, shaxsiyatiga nisbatan, erkak kishiga nisbatan barcha munosabatlari, dunyo qarashlari bu hammasi alohida mavzu. Bular alohida tuzatish kerak bo'lgan jarayon. Siz bir tomondan o'zgargan bo'lishingiz mumkin, lekin eringizga nisbatan o'y-xayollaringiz hali tuzalgani yo'q. Norozilik, shikoyat va o'sha shikoyatlarni tagida esa qandaydir bir o'rni yo'q, qadrsiz, keraksiz, noloyiq qandaydir bir sizda salbiy tuyg'ular mavjud. Ular tuzalgan yo'q. Ular tuzalmasa, sizni eringiz ham tuzalmaydi. Sizni o'sha erkak tomonidan kelayotgan og'riqli zarbalar yo'qolib qolmaydi. Tushunyapsiz-a? Endi qarang, bu holatga siz faqatgina o'sha munosabatni tuzatish orqali yechim topasiz. Ha,
Yana bir narsa. Siz aytishingiz mumkin. Xo'p, ba'zi bir maslahatlar foyda beryapti-ku. Ba'zi bir maslahatlarni eshitganimda va qo'llaganimda menga foyda beryapti-ku. Misol uchun qarang. Bir insonga nimadir ishni uddalash yoki-da o'sha narsani yaxshi bajarish bo'yicha blok travmasi yo'q. Lekin erkak kishiga nisbatan yomon gumonlar, yomon e'tiqodlar, ya'ni bloklar mavjud. Endi qarang. Biror bir o'sha insonga ish boshlash bo'yicha maslahat, tavsiyalar berilsa, unga tezroq foyda qilishi mumkin. Lekin erkak kishiga nisbatan uni munosabatini to'g'irlash uchun tavsiyalar, shunchaki yuzaki tavsiyalar, maslahatlar berilsa, u tuzalmaydi. Chunki unda bloklar turibdi. Uni e'tiqodlari, uni ishonchi turibdi. Men bir narsani birinchi navbatda mijozlarimga qo'llayman. Ularni ishonchini ochaman. Ular nimalarga ishonadi? Qanday ishonadi? Qanchalik ishonadi? Nima sababga ko'ra o'sha narsalarga ishonib qolgan? Birinchi insonlarni men ishonchini o'zgartiraman. Ishonchini o'rganib chiqaman. O'sha ishonchni tuzataman. Va undan keyin o'shanday e'tiqod va o'shanday programma qachon va qanday shakllangan va o'sha programma unga qanday hissiyotli og'riqlarni beradi. Bularni o'rganib chiqaman va bularni birma-bir tuzatib chiqaman. Shundagina ularni holati yaxshilanadi. Ularni fikrlari yaxshilanadi. Fikr yaxshilandimi, ularni xatti-harakatlari yaxshilanadi. Shundagina tashqi dunyo ularga nisbatan ochiladi. Men har kun qo'yib boryapman. Insonni ichki holati tashqarida qanday aks etishi va u qanday amalga oshishi va inson ichki qo'rquvlarini qachonkina qo'yib yuborsagina uni xohishlari amalga oshishi haqida men YouTube kanalimda bilimlarni qo'yib boryapman. Ko'ring, kuzating va qanday muammolaringiz bo'lsa, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Har biringizni muammolaringizni shaxsan o'zim ko'rib, o'qib va mana shunday atvet, bilim va videorolik qilib chiqaman. Qadri baland qadrdonlarim, o'zingizni o'zgartirsangizgina tashqi dunyo va atrofingizdagi insonlar o'zgaradi. Ungacha hech kim o'zgarmaydi. Sizga azob berayotgan inson hayotingizdan chiqib ketsa, o'shanga o'xshaydigan ikkinchisi kirib keladi va uchinchisi kirib keladi. U tugamaydi, siz tugatmaguningizcha. Qadri baland qadrdonlarim, sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring.